asosida o'zidan kelib so'rayotganimiz, boshqa pomidorlardan farqi bormi, yo'qmi? Farqi juda katta. Farqi juda katta. Menga yoqdi. Pomidor zo'r. Sifat zo'r. Sifat zo'r. Hali kasallanmaydi. Hali kasallikka kuchli ekan. Uncha kasallik ta'sir qilmaydi ekanda. Pomidorlarimizni mana berganimizdan beri shu kungacha faqat 2 martagina oziqalantiribdilar. Pomidorlarimiz 11 xil kasalga emlangan. 11 xil kasallik ichida TB'ga ham emlangan bu. TB bilasizlar, O'zbekistonda juda yuqori tarzda tarqalgan kasallik. O'sha kasallikga ham emlangan. Biz mana ko'radigan bo'lsak, birinchi hosillarni teribdilar. Mana birinchi kist 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta. Mana ikkinchi kistimiz mana 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Uchinchi kistimiz mana 1 2 3 4 5 6 7 ta. Mana tepadagi mana 1 2 3 4 5 6 6 ta kist juda ham mo'shniy tarzda hosil ushlagan. Mana pomidor o'zini ko'rsak, mana sredniy 220-250 grammli pomidor qo'sh mana. Juda ham bir-biridan ochiq qo'shlar. Biz uni ichki holatini ham ko'rsatamiz. Mana bismillah. Mana pomidorimiz ichki holati. Ichki holat qanaqa holdaligini ham bemalol ko'rsak bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana 2024-yil 26-iyun kuni Bekobod tumanining Mavlonov qishlog'iga keldik. Bu yerda bizani 2 xil sinovga bergan indeterminant pomidorlarimiz ekilgan. Bu pomidorlarimizni mana berganimizdan beri shu kungacha faqat 2 martagina oziqalantiribdilar. Bargdan hech qanaqa zaharla bermagan ekanlar. Bu o'zini holatida tashab turib, o'zini holatida qanaqa darajada bo'lishini bir ko'rish maqsadida buni qo'llagan ekanlar. Mana pomidorlarimizni ko'ryapsizlar. Birinchi aytib o'tadigan narsamiz, pomidorimizda bu pomidorlarimiz indeterminant oilasiga mansub. Pomidorlarimiz 11 xil kasalga emlangan. 11 xil kasallik ichida TB'ga ham emlangan bu. TB bilasizlar, O'zbekistonda juda yuqori tarzda tarqalgan kasallik. O'sha kasallikka ham emlangan. Shuning uchun mana bular ekib turib shu kungacha ishlovlarini mana bargdan ham ishlovlar bermaganlar holatida ham pomidorimizda hech qanaqa kasallanish yo'q. Endi pomidorimizni mana ko'radigan bo'lsak, birinchi hosillarini teribdilar. Mana birinchi kist 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta. Mana ikkinchi kistimiz mana 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Uchinchi kistimiz mana 1 2 3 4 5 6 7 ta. Mana tepadagi mana 1 2 3 4 5 6 6 ta kist juda ham mo'shniy tarzda hosil ushlagan va kistlarning oralig'i где-то 22-25 sm. Batva juda ham qalin, mana paley juda ham qalin. Paleylarni ko'radigan bo'lsak, paleylarda ham hech qanaqa muammo yo'q. Oziqa berish tartiblarini ham keraklicha qo'ldan kelgancha biz o'zimiz ham yordamlashib tuzib beramiz. Endi bu pomidorimizni mana yonida boshqa pomidorlar ekilgan. U pomidorlar bilan farqi juda ham katta farq beryapti pomidorlarimizda. Bu yon atrofimizda mana misol Gollandiyaning boshqa firmalari ekilgan, ularga ancha ishlovlar berilgan, lekin bunga ishlov berilmasligiga qaraganda ham mana pomidorni o'zini ko'rsak, mana sredniy 220-250 grammli pomidor qo'sh mana. Juda ham bir-biridan ochiq qo'shlar. Keyin bu pomidorni hozir bittasini kesib, ichki holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana endi bitta kesib pomidorni o'zini ichki holatini ham ko'rsatamiz. Mana bismillah. Mana pomidorimiz ichki holati, ichki holat qanaqa holdaligini ham bemalol ko'rsak bo'ladi. Endi inshaalloh pomidorni bo'yicha shu yerda dehqonchiligini qilgan va bir necha yildan beri bizning pomidorlarimizni o'rganib chiqib, uni ustida ishlagan dehqon akamiz bilan gaplashamiz. Dehqon akamizni qisqacha bu pomidor bo'yicha taassurotlarini o'zlaridan so'rasak. Dehqon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Keling, endi buni burchakka ekkan ekansiz. O'shaning uchun mana shunaqa burchakroqda syomka qilishga majbur ekanmiz. Bir qator ekilgan ekan. O'shaning uchun endi o'zingiz bilan shu yerda syomka qilamiz. Dehqon aka, bu pomidorni nechinchida yerga qadagansiz? 5-yanvar kuni urug' tashlaganman. 5-yanvar kuni urug' tashlagansiz. Urug' tashlaganman. Keyin 4-mart kuni yerga olganman. Yerga ko'chirgansiz. Yerga ko'chirganman. Shu bilan endi probaga bir qator ekkanman endi. Mana hosili shunday. Endi dehqon aka, sizdan bitta savol beramiz. Bu pomidorni ekkaningizdan beri bunga necha marta oziqa berdingiz? Bunga 2 marta oziqa berdim. 2 marta oziqa berdingiz. 2 marta oziqa berdim. 3 kilo kalsiy, 2 baklashga gumba.
ikki bakalashga gummi. Boshqa hech narsa oziqa yegani yo'q. Yo'q, keyin 13.40 dan 3 kilo yedi. 13.40 dan 3 kilo 3 yedi. kilo yedi. Ikki bakalashga gummasi bilan. Aha. Bo'ldi, shu bilan shunday turibdi. Bargidan boshqa hech qanaqa ishlov bermadingiz. Hech qanday ishlov berilgan yo'q. Qarov bo'lgan yo'q. O'zi boricha o'zini holatiga tashagan holatingizda bo'lgan holati bu. Holat shu. Endi sizga yana bir savol berib o'tsam, Dehqon aka, bu yoqda sizlarda ham juda katta объемda pomidor ekilar ekan, mana ko'rib kelyapmiz. Bu ekiladigan pomidorlarni oldida mana Gollandiyani va Yevropani firmalarini boshqalarnikini ham ekar ekansiz. Shuncha yildan beri tajribangiz asosida u yerdan kelib so'rayotganimiz, boshqa pomidorlardan farqi bormi, yo'qmi? Farqi juda katta. Farqi juda katta. Menga yoqdi. Pomidor zo'r. Sifat zo'r. Sifat zo'r. Palak kasallanmaydi. Palak kasallanmaydi, kasallikka kuchli ekan. Uncha kasallik ta'sir qilmaydi ekanda. Ta'sir qilmaydi. Hurmatli dehqonlarimiz, bitta narsani aytib o'tamiz. Bu pomidorimiz bizani yangi namirnoy bo'lib kelgan. Inshaalloh bu yil mana Genetic Seeds firmasida o'zini upakovkasida, o'zini pochkasida xudo xolasa chiqadi. Birinchi bo'lib bu dehqon akamizga yana beramiz. O'zlariga katta gektarga ekib, xudo xolasa natijalari bo'yicha yana birgalikda o'zlari bilan bu pomidor bo'yicha ishlashamiz. Endi mana bir qator ekkan ekansiz. Bu yerda hozir biz ko'ryapmizki, pomidor boshidan boshlab birinchi kistdan kelayotgan bo'lsa, birinchi nijniy kistdan kelayotgan bo'lsa, 6 ta 7 tagacha kisti juda ham bir tekis tushirgan, bir tekis. Pomidor ham bir xil standartda. Bu hozir pomidor 220 dan 250 gacha tortadigan pomidor, Tortadi. 220 dan 250 grammgacha tortadigan pomidorlarimiz ekan. Pomidorimizni sifatiga gap yo'q. Qoshiga qanaqa baho berasiz, qoshiga? Qoshi zo'r. Qoshi zo'r. Qoshi zo'r, chiroyli. Qoshi ham chiroyli. Tomonlama chiroyli pomidor. Buni endi xudo xolasa, bu yoqda siz o'zingiz aytib o'tganingizdek, eksport yo'nalishlarida ham qatnashar ekansizlar, eksport yo'nalishlariga ham berar ekansizlar. Eksport qiladigan bo'lsak, bu pomidorimiz xaridorbobligi qanaqa bo'ladi eksportga? Eksportga xaridor bor. Xaridor bor. Buni bir nechta kelgan xaridorlarga ko'rsatdingiz, ularga xush keldi. Xush keldi. Bu hosiliga ham ko'rib hayron bo'lyapti, ham chiroyligiga, sifatiga havas qilishyapti. Hurmatli dehqonlarimiz, fermerlarimiz, chorvadorlarimiz, o'sha aytib o'tganimizdek Greenland Seeds genetik bilan hamkorlikda ikkala firmamiz xudo xolasa sizlarga yengilliklar yetkazib berishda davom etib boramiz. Sizlar uchun ishlashdan tinmaymiz. Endi mana hurmatli operatorimiz qisqacha bizani bitta navimizni, birinchi navimizni e'tiborliroq bo'lasizlar. Bu yerda ikkita qator ekilgan, ikkinchi qator bu bizga tegishli emas. Birinchi qatorni operatorimiz olib o'tadilar. Bitta ko'rib o'tinglar. Genetic Seeds Greenland sizlar bilan birga bizani kuzatishdan charchamanglar. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. Rahmat.